düşelim, gezelim, gezelim, keşfedelim, gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile tarihin peşine düşelim. Demak, o'sha mashhur emunoni shu ekanda. Yoqdimi senga? Yoqdi. Lekin nimaga bu yerda odam ko'p? Bugun Arafa kuni, ertaga Ramazonning birinchi kuni. Odamlar xarajat qilgani kelishgan. Istanbulliklar Ramazondan oldin Eminonuvga bozorlik qilgani kelishadi. Qara, bu yangi Volida jome masjidi. Nimaga Volida deyilgan? Bu masjid Usmonli podshohlarining onalari tomonidan qurdirilgan. Birinchi bo'lib Sofiya sulton boshlab bergan. Lekin sulton vafot qilgach, masjid chala qolgan. Keyinchalik Hadisha Turxon sulton oxiriga yetkazdirgan. 66 yil deganda qurib bitirilgan. Voy, 66 yil kutishibdi-da. Lekin shunga yarasha bo'libdi. Juda ham chiroyli chiqibdi. Laylakvoy, qara. Minorada kimdir bor. Durbinni ber. Aytdim-ku kimdir bor deb. Nima qilishyapti ular? Masjidni Ramazonga tayyorlashyapti. Shoda taqishyapti. Shoda deysanmi? Ha, shoda. 11 oyning sultoniga yarashadigan, ko'zni qamashtiradigan shoda. Hech ko'rganmisan? Minoralarni orasiga torttirib ilib qo'yiladigan yozuvlari bor shodalarni. Ha, ko'rganman. Yur borib yaqindan ko'raylik. Iltimos. Yo'q, Mahmud. Nima qilamiz u yerda? Yursangchi. To'xta, Mahmud, shoshma. Tavba. Nima bo'lyapti? Kimsizlar o'zi? Nima qilyapsizlar? Hormang amaki. Men Laylakvoy. Bu do'stim Mahmud. Biz pastdan sizlarni ko'rib, Mahyoni qanday ishlashingizni yaqindan tomosha qilaylik deb chiqdik. To'g'ri, shunday bo'ldi. Sizlar minib olgan narsa nima o'zi? Torikoptar. O'z kashfiyotimiz. Haligi qanday qilyapsizlar? Aytib bering iltimos. Bu yerga chiqibsizlar, mayli aytib berganim bo'lsin. Bu simlarga taqilgan narsalar oddiy lampochka. Avvaliga lampochkalarni xush kelding yo Ramazon yozuvi shaklida joylashtirib chiqamiz. Qo'limdagi arqonning bir uchi narigi minoragacha yetadi. Arqonni torttirib bog'laymiz. Ishning eng qiyin qismi ham shu. Hoy, to'xta Mahmud. Qanday qilasizlar? Shunday tortasizlarmi? Tegma bolam, o'ynama. Arqonni men tortay, iltimos. Teginma Mahmud. Eyvoh, mahyo to'kildi. Eyvoh, Mahmud, nima qilib qo'yding? Umrimda senga o'xshagan bolani ko'rmadim, Mahmud. Siz menga rahmat deng. Shu holimizga qarang. 3 kishi bo'lib Mahyoni qaytadan tuzatyapmiz. Lekin amaki, bizni torikopter yordamida to'kilgan Mahyoni qubbadan osongina oldik. Garchi biroz aralashib ketdi-yu, sizdan 1000 marotaba uzr so'radim. Bu esa 1001-si bo'lsin. Uzr, meni kechiring amaki. Mayli. Ana bo'ldi. Tayyor. Endi bu Mahyoni ro'paradagi binoga torttiramiz. Mahmudjon, bundan boshqasiga aralashma, maylimi bolam? Mayli, lekin men Mahyoni qanday ko'raman? Hozir emas. Ertaga, ya'ni Ramazonning birinchi kechasida masjidga kel. Mahyo shom namoziga azon aytilganda yonadi. Uf, Laylakvoy, azon qachon o'qiladi? Oz qoldi. Ochiqdingmi?
Uchta nonni bir piyola suv bilan yeydigan darajada ochiqdim. Ana qara, bizni mahyoyimiz. Birozdan so'ng azon o'qilishi bilan mahyo ham yonadi. Sabr qil, Mahmud. Menimcha hozir uxlab qolaman-ku. Uxlama, Mahmud. Uxlama. Azon o'qiladi. Mahyoga qara. Qara. Mahmud, 2-minoraga chiqa ko'rma deb yozilganmi? Tushunmi, o'ngimmi? Ha. Xush kelding Ramazon yozilgan ekan-ku. Endi ro'zamni ochsam ham bo'ladi, laylakvoy.